Uchinchi mavzumiz quyidagicha qarang. Uchinchi mavzumiz chiziqli differensial tenglamalar, Bernoulli va Riccati tenglamalar. Demak, chiziqli differensial tenglama deganda nimani tushunamiz? Bernoulli va Riccati tenglamalari haqida gapirishimiz. Quyidagi y shtrix plus px y teng fx ko'rinishdagi y va y shtrixga nisbatan chiziqli bo'lgan tenglama chiziqli differensial tenglama deyiladi. Chiziqli differensial tenglamani mana shunday ko'rinishda olishimiz mumkin ekan. Tenglamadagi px va fx funksiyalar AB intervalda uzluksiz mana bunaqa shaklga bajariladi. Mana AB minus chekkadan chekkaga o'zgaradi. Agar birinchi tenglamada fx aynan 0 ga teng bo'lsa, x o'zgaryapti AB intervalda bo'lsa, u holda y shtrix plus px y teng 0 tenglama bir jinsli deyiladi. Agar tenglamada fx 0 dan farqli bo'lsa, bir jinsli bo'lmagan differensial tenglama deyiladi. Bu tenglama uchun boshlang'ich shart qo'yib qo'shiq masalasi hosil qilamiz. Pikar teoremasiga ko'ra, agar px va fx funksiyalar AB intervalda uzluksiz bo'lsa, bu holda x0 teng y0 shartini qanoatlantiruvchi yagona yechim mavjud. Shuningdek, bir jinsli differensial tenglamaning integral chiziqlari ox ufqini kesib o'tmaydi. Mana bu qo'shiq masalasi bo'ladi. Qo'shiq masalasi nuqtadagi yechimini topish masalasi ham deyishadi. Haqiqatan ham agar ox ufqini kesib o'tsa, u holda qo'shiq masalasining yechimi yagonaligi buziladi. Ya'ni chunki y barobar 0, ox ufqi ham ikkinchi tenglamaning yechimi bo'ladi. Shunday qilib, quyidagi xulosaga kelamiz. Agar ikkinchi tenglamaning biron bir yechimi AB intervalda bitta nuqtasida 0 ga aylansa, u holda butun AB intervaldan 0 ga teng. Va aksincha, AB intervalining bitta nuqtasida 0 ga teng bo'lmasa, butun intervaldan 0 dan farqli bo'ladi. Chiziqli tenglamaning xossallari. Chiziqli tenglamada x argument ixtiyoriy x barobar φt almashtirilganda ham o'z ko'rinishini, ya'ni chiziqliligini o'zgartirmaydi. Chiziqli tenglamada y noma'lum funksiya ixtiyoriy y teng ax z plus bx chiziqli almashtirilganda ham o'z ko'rinishini, ya'ni chiziqligini o'zgartirmaydi. Bir jinsli ikkinchi tenglamaning umumiy yechimi izlash uchun quyidagicha yozib olamiz. dy teng minus y px dx tenglikdan, ya'ni bir jinsli qismini yechyapmiz bu yerda. dy demak y ga 0 dan farqli bo'lib olsak, dy taqsim y teng minus px dx. Ya'ni o'zgarishlar ajralib qoldi. Buni integrallab y teng s ko'paytirilgan y darajasi minus integral px dx ko'rinishdagi yechimini olamiz. Bunda s bu yerda konstanta o'zgarmas. Uchinchi ko'rinishdagi yechim ushbu xossaga ega. Hop, agar y1 ikkinchi tenglamaning xususiy yechimi bo'lsa, u holda y1 shtrix plus px y aynan 0 ayniyat o'rinli. Hamda y barobar s ko'paytirilgan y1 funksiya ham uning yechimi bo'ladi. Isboti: y teng s ko'paytirilgan y1 funksiyani ikkinchi tenglamaga qo'ysak, ikkala tomoni ham ayniyatga aylanadi. Mana shu nimaga ko'rinish tenglamaga ko'ra yuqoridagi o'ng tomoni 0 ga aylanadi. Ya'ni o'ng tomoni mana bu 0 ga teng bo'ladi. Mana berilgan nimaga ko'ra mana nimaga ko'ra 0 ga aylanadi. Mana bu nimaga 0 bo'ladi. Mana bu 0 bo'ladi. Demak, s y1 shtrix x y1 teng 0. Demak, 5-chi mana bu yerdagi 5-chi ko'rinishdagi funksiyamiz yechimi quyidagicha bo'lar ekan. Mana agar 5-chi ko'rinishdagi funksiya tenglamaning yechimi ikkinchi, agar y1 x ni 0
berilgan farqli xususiy yechim bo'lsa, holda 5-ko'rishdagi funksiya ikkining umumiy yechimi bo'ladi. Ma'ruza davomida bir jinsli bo'lmagan tenglama uchun o'zgarmas variatsiyalash usuli bilan ham tanishib chiqamiz. Bu usul ba'zan Lagranj usuli ham deyishadi. O'zgarmasni variatsiyalash, ya'ni s'ni x ga bog'liq bir funksiya deb qaraymiz. Demak, birinchi tenglamaning yechimi uchinchi ko'rinishda qidiramiz. Birinchi tenglamaning yechimini uchinchi ko'rinishda izlaymiz. Mana birinchi tenglamamiz tepada, mana bu birinchi tenglama edi. Mana endi birinchi tenglamaning yechimini demak uchinchi ko'rinishda izlaymiz. Ikkala tarafini demak y teng s ko'paytirilgan y darajasi minus integral px dx. Bunda s o'zgarmasning o'rniga s x ga bog'liq bir funksiya deb qaraymiz. Mana yuqorida aytdik, 6 dan fasla olamiz. Mana 6 dan ikkala tarafidan fasla oladigan bo'lsak, mana bu chap tarafini o'zgartirib, s dan fasla, s ham x ga bog'liq dedik. Mana bu o'zi ko'paytmani faslasiga tushadi. Tepada minus bo'lgani uchun oldiga minus tushdi. Va y darajasi minus integral px dx 7. Demak, 6 va 7 ni birinchi tenglamaga qo'yib, quyidagini topamiz. Oxirida 6 bilan 7 ni demak birga qo'yib, chap tarafi mana shunga teng, o'ng tarafi fx ga tenglaymiz. Bundan variatsiya to'g'ri bajarilganligini qanday bilamiz? Mana bu yerdagi minus px bilan plus px lar yeyishib ketish kerak. Mana shunda variatsiya to'g'ri bajarilgan bo'ladi. Bu yerdan s shtrix x y darajasi minus integral px dx teng fx yoki s shtrix x teng fx y darajasi integral px dx tenglikka ega bo'lamiz. So'nggi tenglikni integrallab cx teng integral fx y darajasi px dx plus s1 konstanta. Bu ko'rinishda cx funksiyani qiymati 6 ga qo'ysak, bu holda mana bu y teng y darajasi mana bu yerga qo'yamiz sizga. Demak, y teng y darajasi minus integral px dx cos s1 plus integral fx y darajasi px dx ko'rinishdagi birinchi tenglamaning umumiy yechimini topamiz. 8 ni qo'yib yozsak, bu holda 8 ni y teng y darajasi integral px dx integral fx y darajasi integral px dx plus s1 y darajasi minus integral px dx. To'q mana belgilaymiz. To'qinchi formulani ko'rishga keladi. Buning birinchi hadi birinchi tenglamaning biror xususiy yechimini bildiradi. Ikkinchi qo'shiluvchi ikkinchi tenglamaning umumiy yechimini ifodalab beradi. Mana shu yerda biz shu darsimizni tugatamiz. Mana keyingi nimada misollarda mana shu chiziqli tenglamalarni yechishga qo'llaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.